Mana hammomni ichiga muzcha uya qurgan, iloj yo'q. 13-15 kun ichida och chiqadi bolasini. Ikkita tuxum qo'yadi o'zi. Bular o'zi tinch joylarda yaxshi ko'radi. Odamlar yashaydigan joylarda hovli tinch bo'lishi kerak. Keyin bog'larda shunday joylarga ko'proq tuxum qo'yadi. Hammom tinch deganman bilmasin. Oshxonaga ham bittasi o'tiribdi, bittasi bu yoqda yotibdi. Bu ham och chiqadi endi o'zi. Quloq solib turibdi hamma gapga. Bizarqish. Pompalaq, do'malaq, po'palaq. Juda lekin bir tinch bir osida shunday qushda bu. Birovga ozor yo'qda bu. Mana hammomni ichiga muzcha uya quribdi. Oshxonada ham bor edi bittasi. Chunki 13-15 kunda och chiqadi o'zi bu. Bu o'zi xalqimiz orasida bir mehr oqibat, shunday vafodor, shunday qush hisoblanadi. Beg'ubor deydimi, o'zining juftiga juda sodiq qush deydi. Ikkita tuxum qo'yadi. 13-15 kunda och chiqadi, shuning uchun menga xalaqit bermaydi. Shunda yotib bittasi bermay och chiqadi. Hamma gap quloq solib yotibdi. Keyin tuxum och chiqqandan keyin bolalarni ota-onasi xotin navbatdagi boqadi. Xotini bir joyga ketganda qilib turadi. Keyin xotini kelgandan keyin ketadi o'qishga bolalar uchun. O'zlari 3 yilmi, 5 yil yashaydi, kam yashaydi o'zimizchalar.